Onlayn o'yinlardan zerikkanlar yaqinroq keling. Talabalar orasida eng mashhur va kursdoshlaringizni birlashtiradigan o'yinlar haqida gaplashamiz. Birinchisi Alias, ya'ni so'z tushuntirish o'yini. Bu jamoaviy o'yin bo'lib, o'yinchilar kamida 2 kishilik jamoalarga bo'linadi va so'zlarni aytmasdan, lekin tushuntirib berishlari kerak bo'ladi. Masalan, kitob so'zni kitobcha, kitobxon deb emas, buni o'qisa bo'ladi, ichida sahifalar bor kabi tushuntirish kerak. Ikkinchisi Bunker omon qolish o'yini. Bu o'yin mantiqiy bahs va strategiyaga asoslangan. Ssenariysi esa quyidagicha: bunda qandaydir falokat yuz bergan. Sizda faqat cheklangan joyli bunker bor. Har bir o'yinchiga uning xarakteristikasi yozilgan kartalar beriladi. Masalan, kasbi, sog'lig'i, hobbisi va hokazo. O'yin jarayonida ishtirokchilar navbat bilan o'z xislatlarini ochishadi va nima uchun aynan ular bunkerga kirishi kerakligini isbotlashadi. Har raundda o'yinchilar ovoz berish orqali eng foydali deb topilgan odamlarni o'yindan chiqarib yuborishadi. Uchinchi o'yinni bunkerning ko'zi yumilgan holda o'ynaydigan formati desak ham bo'ladi, ya'ni mafiya. Deyarli hamma bir marta bo'lsa ham o'ynab ko'rgan mafiya qoidasi quyidagicha: boshlovchi ishtirokchilarga karta tarqatadi. Bu kartada mafiya, shaharlik, komissar, shifokor va boshqa qahramonlar ham bo'ladi. Boshlovchi tun e'lon qilib, hamma ko'zni yumganda mafiya uyg'onadi va bitta oddiy aholini o'ldiradi. Komissarda esa kim mafiya ekanligini, ya'ni kartalarni ochib ko'rish imkoniyati bor. Shifokorda esa kimnidir yokida o'zini bir marta davolash imkoniyati. Kun e'lon qilingach, barcha ko'zni ochadi va ishtirokchilar kim mafiya ekanligini muhokama qilishadi va ovoz berish yo'li bilan bitta gumonlanuvchini o'yindan chiqarishadi. O'yinda maqsad mafiya hamma shaharliklarni yo'q qilishi yoki shaharliklar hamma mafiyani topishi kerak bo'ladi. Ushbu o'yinlardan qaysi birini o'ynab ko'rgansiz? Izohlarda qoldiring. Yana bitta qiziqarli o'yin haqida bilishni istasangiz, Avlod Medianing Telegram kanalida qoldirdim.